Men Jonzot Qodivaram 15 yanvar kuni Navomiy klinikasiga davolanishga keldim. O'g'illarim olib keldi. Ahvolim picha og'ir edi. Vrachimiz neyropatolog Mirolim, kardiologimiz, urolog Sherzod degan vrachimiz juda yaxshi qaradi. Xudoga shukr, 8 kun bo'ldi. Lechinalarni yaxshi oldim. Tomirimga yaxshi tusholmasdi o'zimizda. Poliklinikalarda umuman ukol ololmayman. Rostini aytsam, tomirim yo'q hisobidan. Bu yerlarda juda yaxshi tushdi, qiynamadi meni. Klinikani hamma tomonlama sharoiti yaxshi ekan. Men bu yerga birinchi marta kelishim Navomiydga. Juda yaxshi, menga yoqdi klinika. Sharoitlari, powerlari, ovqatlari shirin. Juda yaxshi, muomalalari yaxshi, medsestralarining ham, powerlarining ham. Vrachlarga aytmasam bo'ladi. Vrachlar muomalasi juda yaxshi. O'zi gap bilan, kulgi bilan davolab qo'yadi hammamizni. Fizioterapiya oldim, fizioterapiyalar juda yaxshi oldim. Massajlar oldim. Manzura degan qizimiz qildi, juda yaxshi qildi. Manzura ham rahmat, ko'p yashasin. Hammasini oldim, hijama oldim. Hozir azon qo'yapti o'zlaridan. Azon olyapman 4 kundan beri. Ukollarni oldim, hammasini oldim. Hozir yaxshiman. Oldingi kelganimga qaraganda hozir juda yaxshiman. O'zim ahvolim bir og'irlab tushkunlikka tushib kelgandim. Sahrim bor. Hozir yaxshiman. Sizlarga mana shu Navomiydga kelib davolanishni, lechinalar olishni tavsiya qilaman hammaga.